İmam-ı Azam rahmetullahi teala aleyh ko'chada ketib turganlarida bir loy ekan ko'cha, yomg'ir yoqqan ekan. Bir bola dovdirab oldilarida ketyapti ekan, toyilib shunaqa qilib. Hazreti İmam aytdi, "Ey bolam, ehtiyot bo'ling, yiqilib tushmagin, loyga tag'in ehtiyot bo'ling" desa, shunday qarab turib, "Ya imom, siz ehtiyot bo'ling. Siz yiqilmang. Siz yiqilsangiz olamda hammasini yiqitib qo'yasiz. Siz orqangizdan ergashganlar hammasi yiqiladi. Men loyda yiqilsam turib ketaveraman da, menga nima? Sizning yiqilishligingiz yomon. Ehtiyot qiling-da, o'zingizni ehtiyot qiling yiqilishdan" dedi. Shu Imom-ı Azamning kuchlari uchib ketdi. Mana uni og'ziga Parvardigor soldi, mana u bola qayerdan biladi bo'lmasa bu? Bu qayerdan biladi? Bu Hiro doktor ana shunga dedi. Meni ogohlantirdi Parvardigor bir bolani vositachidan. Uylarga kelib shu qadar yig'ladilar. Parvardigorga tazarru qildilar. Xudoyo, men endi o'zing sirot-i mustaqimdan meni toyiltirmagin. Menga ish qiyin ekan juda. Endi bildim men mana o bolani aytishidan bildim. Endi ko'ring-da. Endi vaqtiki shunday ekan. Ulamolar o'ylab turib xalqqa gapirish kerak. Ko'p o'ylab turib, inndan keyin shu gapimdan menga qiyomat kuni nima mas'uliyat keladi? Buni bilib turib gapirish kerak. Buni ko'rkorona gapirib qo'yib, buncha xalqni yo'ldan ozdirib qo'ygiday bo'lsa, keyin nima qiladi?